zavqli kun. Ha azizlar, dasturimiz davom etadi. Oxirgi yillarda mamlakatimizda fasllarning qurg'oqchilik kelishi qishloq xo'jaligi yoki suv zaxiralariga emas, balki aholiga, insonning salomatligiga ham kuchli ta'sir qilmoqda. Albatta, buni bugungi kundagi o'sha ekologik holatdan ham ko'rish mumkin va bugun studiyamizga aynan mana shu borasida suhbat qilish uchun mutaxassisimizni taklif etganmiz. Chirchiq davlat pedagogika universiteti geografiya kafedrasi dotsenti Jo'rabek Namozov. Assalomu alaykum. Jo'rabek aka, studiyamizga xush ko'rdik. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi deya olmayman, chunki mazkur soha vakillari tabiatga bo'lgan muhabbat kuchli bo'ladi va mana shu tabiatda bugungi bo'layotgan bir noxush hodisalar ularni kayfiyatiga ham ta'sir qilishi tabiiy. Nimalar deya olasiz bugungi vaziyat haqida, mana kirish qismida, suhbatga kirish qismida? Endi buni hozirgi kundagi vaziyat o'zi ko'rsatib turibdi. Haqiqatan bu ayniqsa Toshkent shahrida, qolaversa ayrim viloyatlarimiz markazida, xususan Farg'onada ham mana shunday og'ir vaziyat kuzatilyapti. Ayniqsa har doim sel yog'in keladigan kuz fasli bunaqa yog'insiz o'tishi, qishning boshlanishi bunday quruq, sovuq havo bo'lishi, qolaversa mana biz so'nggi paytlarda ko'p ishlatgan inversiya hodisasi sababli ifloslanish yaqqol ko'rinib qoldi. Endi bu mavjud edi, hozir yaqqol sezildi, hammaga haqiqatan muammo ekanligi ko'rindi. Lekin hali ham u darajada qo'rqinchli darajada emas, shundaymi? Endi niqoblardan foydalanish holatida darajasida emas yoki bo'lmasa mana shu holatga yetib keldikmi? Endi qaysi tomondan qarashga bog'liq. Misol uchun eng hozir ifloslangan paytda ham masalan 5-o'ringa chiqdi Toshkent shahri. Demak, undan battar hududlar ham bor. Mana hozir o'qidim, 27-o'ringa tushdi. Demak, ancha o'zgarishlar bor. Bu yaxshi. Endi bu yerda har kimning o'zini, demak, aholini deylik immunitetiga, sog'lig'iga bog'liq. Kimdir niqobdan foydalanadi, kimdir mana shunday niqobsiz yurishi ham mumkin. Shuning uchun vaziyat ham yaxshi, ham yomon deyishimiz mumkin. Demak, o'sha ko'pchiligimiz bir maqsadni, bir holatni kutib turibmiz, ya'ni o'sha tezroq yog'ingarchilik mavsumi boshlansin. Qish mavsumi boshlandi, lekin odatda men eslayman, noyabr oyida ham juda ham qalin qorlar yog'ar edi, yerni shu darajada qalin qoplardiki, hattoki oyoq kiyimlar ham ko'rinmas darajaga yetib kelgan holatlar ham bo'lar edi. Mana dekabr oyida ham kun yarmiga qarasangiz quyosh o'z nurlarini sochmoqda va bu albatta tabiatga o'zini bir salbiy taraflarini o'tkazmoqda. Menimcha qor yoki yomg'ir bir ko'proq yog'ib yuborsa, menimcha mana shu holatlar bosiladi, o'tib ketadi yoki yana qaytalanishi mumkinmi bu holat? Endi bu yerda o'sha yog'in sochini albatta yog'ishi va yog'ish davomiyligi ham bor. Misol uchun ayrim vaqtlar keladi, bahorda kuzatiladi. 1 oylik yomg'ir 2 kunda yog'ib ketishi mumkin. Bu degani o'sha 2 kunlik changni bosadiki, yana chang ko'payadi. Bizda hozir xuddi shunaqa jarayon ketyapti. Bir tomondan yog'in ham kamaydi, ikkinchi tomondan balans ham unchalik to'g'ri kelmayapti. Uzoq vaqt yog'in yog'mayapti. Aynan o'sha Farg'ona shahrida ham, Farg'ona viloyatida ham juda ham bu holat kuchli dedingiz. Aynan men ham dam olish kunlarida aynan Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida istiqomat qilaman. O'sha yerga bordim. Haqiqatda men o'sha turli bir havodan chiqayotgan par deb o'yladim yoki tuman qoplashi deb o'yladim va kunduzi ham bu holat yuz berdi. Menimcha o'sha chang bo'lsa kerak deya taxmin qilgan edim. Haqiqatda o'sha hozir bu fikrlarim qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini siz bilan muloqot chog'ida bilib turibman va mana shu yog'ingarchilikni sun'iy tarzda chaqirib bo'lmaydimi? Tezlashtirish imkoniyati yo'qmi? Chunki bugungi kunda texnologiya shu qadar rivojlanmoqdaki, yetib bormagan sohani o'zi qolmadi. Bilamiz, o'sha Toshkent bilan Farg'onani, ya'ni vodiyni bog'lab beruvchi Qamchiq dovoni bor. Ana shu yerda doimiy o'sha yog'ingarchiliklar bo'ladi. Mana shundan foydalangan holda bir Toshkent shahriga ham mana shu yog'ingarchiliklarni sun'iy tarzda jalb qilish bir holatlari ko'zda tutilganmi, o'zi bormi yoki unday holatlar yo'qmi? Endi bu yerda hayotda Abdullajonlar bo'lmaydi. U yog'in sochin, boshqa hodisalar ham hammasi tabiiy holda yuz beradi. Bizda afsuski endi 4 ta okean bor, misol uchun dunyoda.
o'shalarning eng uzoqdan bizga yog'in keladi. Eng yaqini Hind okeani bo'lsa, baland tog'lar bor. Tinch okeanda ham baland tog'lar bor, to'sib qo'yadi. Shimoliy Muz okeani bor, u yerda kelmaydi ham. Faqat kelsa faqat qor keladi yoki mana hozir o'sha yerdan kelyapti antsiklonlar. U kelsa havo sovib ketadi, yog'in kamayib ketadi. Atlantika esa eng uzoqda joylashgan. Afsuski, so'nggi paytlarda u yerdan demak havo massalari bu yoqqa esmaganligi sababli yog'in kamayib ketdi. O'sha siz aytgan o'sha sun'iy yomg'ir hosil qilish uchun bizga bulut kerak. G'arbdan bulut keladi-da, o'zi asosan g'arbdan keladi. Asosan g'arbdan kelmayapti. Bulut kelsa, o'shani biz deylik qandaydir sharoit yaratib, ya'ni bulut to'yintirsak, yog'in yog'ishi mumkin. O'sha yog'in yog'dirish uchun bulutning o'zi yo'q. Ha, muammo shu. Buning uchun bizga bulut kerak dedi. Bulut kerak. Bo'ladimi deyshadi-ku. Albatta bu dasturni qiziqarli bo'lishi uchun bu so'zlar, chunki biz ham tabiatimizga, ekologiyaga bir jon kuydiramiz. Shuning uchun ham har kuni mana shu ekologiya yo'nalishi bo'yicha turli mutaxassislar bilan suhbatlarni yurtdoshlarimizga taqdim etyapmiz va biz aholi mana shu jarayonda nimalar qilishimiz kerak, bizdan talab qilinadigan jihatlar nima endi, nimalar qilishimiz kerak biz? Faqatgina yoki bo'lmasa taxminlar qilib o'tirishimiz kerakmi? O'zimizni hissamizni ham shunchaki o'sha ijtimoiy tarmoqlarda faqatgina salbiy fikrlarni tarqatib o'tirmasdan nimalar qilishimiz kerak hissamizni qo'shishimiz uchun? Avvalo aholi o'rtasida ekologik madaniyatni shakllantirishimiz kerak. Endi bu oldindan ko'p aytiladi. Oddiygina mana hayvonlarga qiyoslanadi, o'tirgan joyini tozalab o'tiradi. Shu kichkina element shu bo'lsa, endi bu katta darajada oladigan bo'lsak, Toshkent shahri, umuman viloyatlar markazida ham ancha vaqtdan beri masalan bor edi, endi ko'rinib qoldi. Sababi o'sha yerda ishlab chiqarish jarayoni, aholi zichligi, chang to'zon, shamol bo'lsa, yog'in bo'lsa ketardi. Endi shu mana shu so'nggi 15 kunda kuzatilyapti bu hodisa. Umuman yog'in ham yo'q, shamol ham yo'q. Natijada hech qayerdan bizga chetdan iflos havo kirib kelgani yo'q, Toshkentda ham yoki boshqa joylarda ham. O'zidagi mana shu yerda qolib ketdi. Natijada o'sha indeks deylik pasayib ketdi. Ya'ni o'rtacha o'sha tozalik indeksi kutilgandan ancha past. Aholi sog'ligiga ham, turmush darajasiga ham ta'sir qilyapti. Ko'pchilik o'sha aholi, uzr savolingizni bo'lib qo'ydim, mana shu davomi tariqasida qurilish jarayonlari ham Toshkent shahrida qurilish obyektlari ko'payib ketdi. Birdaniga juda ham ko'p hududlarda qurilish obyektlarida ish jarayonlari jadal olib borilmoqda. Shular sabab bo'lyapti degan bir qarashlar ham bor. Bu qarashlar o'zi qanchalik to'g'ri? Boyagi fikrimizni tasdiqlaydi. Bizda hech qanaqa chetdan bir to'g'ri chetdan ham kelyapti, deylik, chang to'zon qandaydir salbiy jarayonlar. Lekin asosan o'zimizda qurilish ham o'shanga bitta misol desak bo'ladi. Albatta, qolaversa aynan mana shu qurg'oqchilikni dehqonchilikda qanday ta'siri bor? Chunki kuz mavsumida ular baribir yog'ingarchilikni kutishadi. Bu ham Abdulajon filmiga borib taqaladi-da. Qarangda, agar shunaqangi yog'in sochinsiz jarayon endi kuzatildi bizga, deylik, ayni yog'in kerak paytda, deylik, mayda yoki iyunda yoki sentyabrda yuz bersa, juda og'ir oqibat olib kelishi mumkin. Qishloq xo'jaligi hosildorlik kamayib ketadi. Deylik, o'sha sug'oriladigan yerlar maydoni qisqaradi. Bizlarga masalan to'g'ri maydonimiz katta, deylik 448 ming kvadrat kilometr. Lekin uni atiga 40 ming kvadrat kilometr sug'oriladigan yerlar. Nima uchun buni alohida ta'kidlayapman? Bizga beradigan o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini 95-96% o'sha sug'oriladigan yerlar beradi. Demak, o'sha mana shu yog'ingarchilik bo'lmasdan qurg'oqchilik davom etaversa, o'sha yangi mavsumda, bahor yoz mavsumida qanday mahsulotlar o'sha tanqisligi yuz beradi? Bu asosan shu dehqonchilik mahsulotlari. Endi chorvachilikda ham ta'kidlasak bo'ladi, chunki yaylovlar o'zi bizda yaylovlar maydon ancha qisqarib ketdi. Lekin baribir dehqonchilik mahsulotlariga juda kuchli ta'sir ko'rsatadi. Hosildorlik kamayadi, tuproqlar tarkibi o'zgaradi, unumdorlik pasayadi. Bu eng kuchli tomoni shu oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid soladi. Eng kuchli tomoni. Avvalo oziq-ovqat xavfsizligi, keyin deylik, ekologiya mavzusi. Endi boya aytganimdek, hali ham bizda mana dekabrda kuzatilyapti, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi deylik to'xtagan. Shuning uchun sezilmayapti. Agar bu bizlar vaqtida shuni chorasi ko'rmasak, deylik, o'sha paytlarda bu holat kuzatilib, biz uchun bundan da og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Va xorij davlatlarida ham aynan bunday holatlar ko'p bo'lgan. Ularning tajribasi bilan ham tanishib ko'rganmisizlar? Albatta, endi deylik G'arbiy Yevropa davlatlari o'sha 20-asrning o'rtalarida sanoat juda ham yaxshi rivojlangan paytlarida ularda o'sha issiq elektr stansiyani elektr energiya olishda ham boshqa sohada ham tabiiy gaz yoki ko'mir ishlatilgan. Natijada ayniqsa 1952-yilda shu natijasida London shahrida, Angliya markazida buyuk tuman, ya'ni Great Smoke deydi o'zlari. Hodisasi yuz berdi, o'sha 3 kungina davom etdi, keyin 15 kungacha cho'zildi. Natijada o'sha paytlar 12 ming kishi hayotdan ko'z yumgan. To'g'ri, asosan qariyalar, immunitet pastlar, kasallar bo'lishi mumkin, lekin bu juda kuchli signal edi va o'shandan keyin Londonda, undan keyin Pekinda ham, New Delhi endi hozir ham muammo. Yana boshqa shaharlar, Tokioda ham to'liq ular o'sha o'zidan zaharli gaz chiqaradigan yoqilg'idan voz kechishyapti. Ayniqsa bu borada ko'mir juda ham dolzarb. Shuning uchun muqobil variantni izlashga harakat qilishyapti. G'arbiy Yevropa deyarli o'tyapti shunga. Ularda oldindan shu muammo bor edi. Endi ular tajribasini o'rganadigan bo'lsak, biz ham o'zi shunga boryapmiz sekin-sekin. Ana tadbirlar boshlandi, issiqxonalar faoliyati o'rganiladi, yo boshqa vaziyatlar. O'sha havoni zararlaydigan yoqilg'ilar yoqish to'xtalyapti sekin-sekin. Albatta. Inversiya hodisasi qanday yuz beradi va odatda qancha vaqt davom etadi bu? Inversiya hodisasi yuqoridan ta'kidlab o'tdik, hozir juda kuzatilyapti. Bizda o'sha Shimoliy Muzokkan dedik, G'arbiy Sibirdan antsiklon deymiz. O'zi yog'inni keltiradigan ikkita hodisa bor, siklon, ya'ni siklon kirib kelsa, qayerda siklon bo'lsa, o'sha yerda havo harorati bosim pasayib ketadi. Natijada havo bu yoqqa harakatlanib, bulutlarni olib keladi va yog'in ko'payadi. Antsiklonda aksincha bosim yuqori, umuman bulut kelmaydi, chunki shamol olib keladi. Inversiya hodisasi o'sha bizda hozir kuzatilyapti. Odatda havo tepaga ko'tarilgan sari har 1 kilometrda 6 gradusga sovishi kerak. Soviydi tabiiy holatda. Inversiyada aksincha, pastda sovuq havo, tepada issiq havo. Bu endi tepagacha emas, deylik 200-300 metrgacha shu holat Toshkent shahri ustida ham shunaqa bo'lib turibdi. Natijada sovuq havo og'ir, pastda turibdi, shamol yo'q. Bu aytganimiz o'zimizdan chiqayotgan chiqindilar, o'sha salbiy jarayonlar shu yerda qolib ifloslayapti atrofimizda. Inversiya jarayoni mana shu, xuddi shunday, demak, issiqlik va sovuqlikda joyini almashib qolishi. Albatta. Nima deb o'ylaysiz, mana shu yurtimizda bu holat birinchi marta kuzatilishmi yoki bo'lmasa bundan oldin ham bu holatlar kuzatilganmi? Adashmasam bundan 4 yilcha, chamasi 4 yilcha avval bundan-da kuchli haqiqiy o'sha chang bo'roni kelgan edi poytaxtimizga. Hattoki o'sha ko'p qavatli binolar ostida turgan avtomobillar xuddiki bir oygacha joyidan qo'zg'almagan holatga kelib qolgan edi, ustki qismlari. Men bu holatga endi o'sha poytaxtga ilk qadamlarimni bosish arafasida edim, mana shu jarayonni kuzatgan edim. U holat bilan hozirgina farqi nimada? Xo'p, boya aytdim, yog'inni birinchidan kam yoki ko'pligi, ikkinchisi yog'in davomiyligi. Bu aytganimizda ancha vaqt yog'in yog'magandan keyin cho'l hududlarda chang sekin-sekin ko'tarilaveradi. Shamol uni qayerda deylik bosim past bo'lsa, shamol o'sha yoqqa olib boradi. Toshkent shahrida havo issiqligi sababli bosim pasayib ketadi va atrofdan Qizilqumdan, Qozog'istondan bizga chang bo'ronlari bo'lib turadi. Bu oldin ham bo'lgan. Faqat shu deylik Toshkentga yetib kelmagan yoki juda kuchsizroq kelgan, endi sal kuchayapti. Bu qandaydir bizga xavfli signal desak ham bo'ladi. Demak, asosiy sababi yana shu yog'inning kamayib ketishi. Yog'in bosib turadi. Uni hammasi jarayon boshida shamol turibdi. Haligi chang to'zonni ham olib keladigan shamol, yog'inni ham olib keladigan shamol. Demak, biz shamol bo'lishini kutib qolamiz. Shamol, ha. Shamol kelsa hamma muammolar yechim bo'ladi albatta. Yaxshi ham aynan mana shu kuz mavsumida, ya'ni qish mavsumining boshlanishida mana shu holat yuz berdi. Agarda bahor paytlari yoki yoz o'rtalarida bo'lganida bormi mana shu holat, menimcha ana unda vaziyat bundan-da og'irlik bo'lar edi. Chunki ko'pchiligimiz baribir yuragimizda xotirjamlik bor-da, oldinda yog'ingarchilik mavsumi bor, havolar tozalanib ketadi. Chunki bizga o'sha ko'nikma hosil bo'lganda
bolaligimizdan o'sha yon atrofdagi fikrlar yomg'ir yog'gandan so'ng havo musaffo bo'ladi, toza havo bo'ladi, changlar bosiladi degan bir so'zlar bolaligimizdan singanda. Mana shuni kutyapmiz, duodamiz albatta va yurtdoshlarimizdan ham so'rab qolamiz. Duoda bo'ling, albatta mana shu holatlar, yog'ingarchiliklar yuz bersin va bizni havomiz yana toza va musaffoligi tiklansin deymiz. Xo'sh, navbatdagi savolga o'taman. O'sha bulutlarni kelishi, baribir shu yog'ingarchilikka yana to'xtalamizda. Bulutlarni kelishi g'arbdan keladi, sharq tomonga qarab deyapsiz. Sharq tarafdan aynan mana shu Qamchiq dovoni tarafdan bu tarafga olib kelsa bo'lmaydimi o'sha bulutlarni? Sun'iy ravishda chaqirdi. O'zi u yoqqa ham bulut o'zi bizdan boradi. Bulutlar o'sha endi yengil suv bug'lari maydalab tushuntirishim shart emas. Yengil suv bug'lari bizga tepaga ko'tarilgan sari zichlashib bizni ko'zimizga ko'rinadi. Ma'lum bir qatlamda, ya'ni bulut hosil bo'ladi. Bulut hosil bo'ldi degan bu yog'in bo'ladi degani emas. U to'yinish kerak. Bulut hosil bo'lgandan keyin yana tepaga qarab harakatlanaveradi. Tepaga qarab. Uni yo'lini to'sadigan tog'lar bo'ladi. Tog'lar. Endi bizning Qamchiq tomonimiz tog'lari uncha baland tog'lar emas. Natijada o'sha Farg'ona tomonga o'tib ketadi. Ya'ni bulutlar bizdan boradi. Sharqdan keladigan, Tinch okeandan keladigan bulutlarda o'sha Himolay, endi bilasizlar, u dunyoda eng baland tog', Tibet yoki Kunlun tog'lari to'sib qoladi. Shuning uchun hozir ularda ham nima desam ekan, ulardan olib keladigan bulutni o'zi yo'q. Ular bizdan olib turibdi. Xuddi shu holat Farg'ona yoki Toshkent emas, viloyatlarimizda ham kuzatilyapti. Mana Samarqand hududida, Buxoro, Navoiy hududida, chunki olingan bular cho'l hududlar sanaladi. Endi Qoraqalpog'istonda aytilsa ham bo'ladi, chunki olingan o'sha orol qurilgandan boshlab shu muammo kuzatib kelinyapti. Albatta va juda ham kerakli suhbat bo'ldi, manfaatli suhbat bo'ldi. Kelganingiz uchun rahmat deymiz. Xayrlashuv chog'ida aytar so'zlar bo'lsa, tavsiyalar bo'lsa yurtdoshlarimizga marhamat. Bu yerda yuqorida aytganimdek, demak, avvalo aholini ekologik madaniyatni shakllantirish kerak. Chunki tabiatga, o'sha tabiiy hodisalarga bu bir tomondan tabiiy holda yuz beradi, lekin uni qanchalik qanday saqlash yoki kelajakda qanday davom ettirish aholining o'ziga bog'liq. Hamma o'zidan boshlasa, qolaversa ishlab chiqarish jarayonlari sal ma'lum bir tartibga solsak, xuddi shu jarayon, mana shu tadbirlar davom etaversa, umid qilamanki, havo yaxshilanib boraveradi. Albatta, mana shu fikrlaringizga biz ham qo'shilib qolamiz. Ana endi esa dasturimizni lavha bilan davom ettiramiz va navbatdagi suhbatdoshlarimizni, ya'ni ijodkorlarimizni studiyada qarshi olamiz. Bekajonlarni ekran qarshisiga yaqinroq chorlaymiz. Mazali nonushta sahifasiga marhamat. Marhamat. Zakli kod